Assalomu alaykum aziz vatandoshlar, assalomu alaykum Makler YouTube kanali kuzatib boruvchilari. Sizlarga yana arzon narxlarda bo'sh yer chiqarishda davom etamiz. Termiz shahridan uncha uzoq bo'lmagan yerda, ya'ni Termiz tumani Qahramon mahallada 10 sotix bo'sh yer chiqarish maqsadida kelib turibmiz. Narxini boshdan aytib o'tamiz. Narx 370 million so'm deb baholandi. Sotixi 37 million so'mdan to'g'ri kelyapti. Yana ham xayriga sunnati kami bor. Ko'rib turibsizlar, asfalt ko'cha kelgan, gazlar kelgan, suv Kachokda svet muammo yo'q. 100 metrcha uzoqda katta ko'chamiz. M39 magistral yo'li 100 metr chiqadi. Bu yergacha asfalt ko'cha kelgan. Hozir esa uyning ichkari yerning 4 burchak yer, uyning shart-sharoitlari bilan tanishib o'tamiz. Aytib o'tganimizdek, bu kirib kelish qismi, darvozalar qo'yilgan. Bu yerlar tozalab beriladi. Mana bu yerlarda bu yerda konteynerlar qo'yilgan, hammasi tozalab beriladi. Mana bu qurilgan bino uchun esa bu oldin dokument uchun qilingan. Bular ham buzib, bemalol yangitdan uy ko'tarsalaringiz bo'ladi. Mana bu qo'shniga ham sotishgan ekan, 5 sotix qilib. Oshna og'ayni, aka-uka bo'ladigan bo'lsa, kelib mana bu yerdan 2 ga bo'lib olsa bo'ladi. 10 sotixdan ham ko'proq yer deyishyapti. Buni aslida uy egalari bu yerlarni to'ldirib, mana bu yerlarni ko'tarish maqsadida to'ktirishgan ekan. Aka agar olaman deysa tozalatib beraman bu yerlarni deyishyapti. Gaz umuman muammo yo'q. Suv Kachokda, svetdan muammo yo'q. 10 sotix bo'sh yer. Bizdan bo'sh yer so'rab bergan obunachilarimiz bor edi. Dokumenti, kadastr hujjatlari hammasi joy-joyida. 2 ga bo'lib olinsa ham bo'ladi. Maktab, bog'cha so'raydiganlar uchun esa bog'cha shu yerda qo'shnilarda ham bor. Xususiy bog'chalar, davlat bog'chalari. Maktab esa Malaka oshirish yoniga 8-maktabga borishadi bu yerdan. Marshrutkalar, avtobuslar qatnaydi. 4 burchak yer, 10 sotix, 370 million so'm ma'lumotlari, bog'lanish nomer 99 kodi bilan 127 1020 WhatsApp, Telegram ishlamoqda. Ma'lumotlarni yana bir bor takrorlab o'taman. Chetda yurganlar yana bunday kuzatuvchilarimiz bor, savollar tug'ilishi mumkin. Termiz shahar postdan o'tgandan so'ng 400 metr ham yurmaysiz, 300 metrdan so'ng unga qayrilishda. Termiz otaga esa bir 800 metrcha yo'l qolyapti. Shu yo'l chetdan 100 metr kirasiz, 10 sotix bo'sh yer. 2 ga bo'lib ham sotiladi 5-5 sotixdan. Dokument hujjatlari joyida, gaz zo'r dedik. Svet joyida. Ko'p qo'shnilar esa Kachok qilishgan ekan suvda. Ajab emas, Termiz shahar hududiga qo'shilib qolib, bu suvlar ham krant suvlari o'tib qolishi ham ajab emas. 2 ga bo'lib ham sotiladi dedik. Bog'chalar, maktablarni aytdik. Mana shunaqangi bo'sh yer izlab yurgan tanishlarga, oshna og'ayni, qarindoshlar guruhi, tanishlar, kursdoshlar degandek barchasini tashlab qo'yasiz. Xato va kamchiliklarni kommentariyalarda yozib qoldirasiz. Bu yerlar tozalab beriladi, e'tibor bermaysiz. Aytib o'tganimizdek, operator ko'rsatyapsiz. Makler Otabek jamoasi sizlarga yana shunaqangi qaynoq videoroliklar chiqarishda davom etadi. Bitta like tugmachasini bosib qo'ying, obuna bo'lmagan bo'lsangiz, sahifalarimizga obuna bo'lib qo'ying. Xayr, salomat bo'ling.